Salom, mening ismim Shapatilloh va men Kuchkent shahridanman. Onam aytishlaricha, tug'ilmasimdanoq harakatchan bo'lgan ekanman. O'g'il bola. Meni bog'chada o'yinchoqlar qiziqtirmagan ekan. Shapatilloh qani? Murabbiyim Tepar aka chiroyli tepishni o'rgatdi. Lekin shu bilan cheklanib qolmadi. Meni boks qiziqtira boshladi. Hayron bo'lsangiz kerak. Biroq yoshim qo'shilgan sari sport turlari ham qo'shilib borar edi. Bugun seni suhbating bor. Bugun sen ishga kirasan. Sen katta bola bo'lding. Sumkamni o'g'irlashdim. O'zing qoch. Seni momoying emas, xayoling ishda. Bitta. Ha, xayolim boshqa joyda. Erkak emas ekansiz. Lekin sen erkaksan. To'xta, men suhbatga boshim kerak edi, buni bir oy kutdim. Menga momo kerak emas, ammo men erkakman. Siz kuting va men sumketdan qaytaman. Qahvani ushlang. Hormatimda yomon bolalar. Nima kerak senga? Mana mashg'uliylardagi sumka kerak. Sizlarni nimasi? Bechara qiz yig'lab turibdi. Buvisidan yodgorlik so'radi. Xo'p, gapdon. Qo'lingdan keladimi? Ma, ol, o'zing yetadimi? Bolam, nohaqliklarga yo'l qo'yma. Sizlar hozir yomon bolalar. Nohaqsizlar. Meni kechiringlar. Ayniqsa sen. Oyoq shapka. Mana sizga qadrli bo'lgan yodgorlik sumkangiz. Rahmat. To'g'risi, Palon Corporation korxonasiga ishga kirmoqchi edim. Sizga o'zim haqimda aytib beraymi? Yo'q, Shapatillo va qizil sumkacha.